hayot qanchalik barakali bo'lishligi haqida savol berilganda ustozi insonning hayoti barakali bo'lishligi uchun ishini, kunini bomdoddan boshlashlik kerak dedi. Ya'ni bugun kunimiz barakasiz. Nima uchun? Biz bomdoddan hayotimizni boshlamaymiz-da, soat 9 da boshlaymiz. Bomdod namozi 9 da boshlanib o'qilmaydi, birodar. Bugungi kunda bomdod vaqti taqriban 6:30 da o'qilinadi. 6:30 da bomdodni o'qib ishingizni boshlang, birodar, kuningizni tugata olmaysiz. Ishlab ishingiz tugaydi, hali kun tugamagan bo'ladi. Biz bugun 9 da ishimizni boshlaganimiz uchun hayotimiz barakasiz bo'ladi. U bomdod namozining fazlini, bomdodning qanaqangi barakali bo'lishligini, bomdoddan keyin Alloh umrga baraka berishligini tavsiflab berganida uyga kelib u tolibi ilm o'yladiki, biror marta